Hayvon, yana tishini yuvmasang, mashlab oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? Ana krasavchi bo'lding. Aking qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman deb. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz-jiz. Dadang keldi, qis-qis. Ha, o'g'iltoy yarim kechasi qo'y yog'iga yuribsizmi? Otaxon chumiydigan narsangizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotda dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomg'irdi otaxon. Papa to'yordingiz lekin, sizni bu yo'q kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, maytay plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay pap. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizimcha yig'ib qo'ygan pulim bor, tashinga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Kichik ekan, singlim. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi, qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, ertaga keling mana. Olmat, mashina olaman o'yni, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin chetga ol. Mashina olib minib yuraman degandim ha. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Inayni hammasi deyman, ko'tarishtonda, hayvon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tenlayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshnalaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qolibdi-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sen bezbedroq ekan, qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi-yu, unda aylanamiz. Jijji uyalchang ekan-a, dada? Jijji emas, ancha. Dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Sela pastda bo'lib ketdi. Hey. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa ditskiga chiqdiki. Hozir qo'limni tiqaman. Ha, yesanglarchi, nan qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilab chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashina-poshingiz bormi o'zi? Mono bor. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopriz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetlar ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Hey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizning mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi.